Mana bu mixlarni qo'lda, barmoqlar bilan bukilgan va eshilgan deyilsa ishonish qiyin-a? Mixlarni bo'ydalik Azimjon Boqiyev o'z qo'llari bilan shunday holga keltirganiga ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik. Dastlab mixlardan birini o'zimiz ham bukishga urinib ko'rdik. Mana qo'limda 200 lik mix, ya'ni uzunligi 200 mm. Mana uchlari ham o'tkir. Hech qanday o'tda toblanmagan. Buni qo'lda bukish juda ham qiyin ish bo'lsa kerak. Buni ko'rib turganingizdek, biz mana shu darajada buka oldik xolos. Lekin qahramonimiz aynan mix bilan o'ziga xos truklarni bajaradi. Ijtimoiy tarmoqlarda sportchilar mix bilan bajargan mashqlarni ko'rib ishtiyoqi oshgan Azimjon bu shunchaki qiziqish deydi biz bilan suhbatda. Birdaniga to'xtamasdan bir 30 taga yaqin mixni bir-biriga bog'lab chiqaman. Qahramonimizni bilganlar Bo'ydada Azimjon polvon deyshadi. Chunki polvon tosh ko'tarish bo'yicha ustasi faranglardan. Dorbozlarning tomoshalarini ko'rib sohaga qiziqishi ortgan Azimjon 12 yildan buyon tosh ko'tarish bilan shug'ullanadi. Yaqinda u shaxsiy rekordini yangiladi. Bir urinishda 870 marta tosh ko'tarib, ijtimoiy tarmoqqa joyladi. 16 kiloli tosh bor, 24 kiloli polvon tosh bor, ya'ni 32 kiloli polvon tosh bor. 16 kiloda ko'p ko'tarishga ishladim. Aslida o'zi maqsad 1,5 metr ko'tarish edi. Telefonda xotirasi to'lib qoldi. Shuning uchun 870 tada to'xtab qoldi xotirasi to'lib. Boshqatdan harakat qilyapmiz. 1,5 metr ko'tarish xudo xolasa maqsad. Toshni mendan ko'p ko'targanlarga kattagina pul mablag'i ham taklif qildim, ammo hali o'zini namoyish qiluvchilar topilmadi deydi Azimjon. Polvon tosh tanani baquvvat qiladi, salomatlikni mustahkamlaydi deb qo'shimcha qiladi lavhamiz qahramoni. Ko'p odamlar uyida bunaqa toshlar bor. Ko'tarib tursa odam baquvvat bo'ladi jismonan. Faqat to'g'ri texnikasi bilan ishlash kerak. Noto'g'ri ishlasa belga nagruzka tushishi mumkin yoki grija bo'lishi mumkin. Azim polvondan yangi rekordlarni kutib qolamiz. Islom Nishonov, Shohyor Qayumov, Farg'onadan.